Assalomu bizaga suv nasos motori bilan kelgan. Buni pachinligi yomon bo'lgan. Pachinligi o'q ham yomon o'xshaydi. Oldin ko'ramiz. Ko'rasizlar, olyaptilar. Laponlar betini sindirib yuborgan. Yema betini sindirib yuborgan. Joyiga qo'yib sorga qilamiz. Oldin polni razbor qilamiz. Tekshirib ko'ramiz, xudo xolasa nima ekan. Bitta pachinlikni ham g'irtilab yotibdi. Pachinliklarni ham to'g'rilaymiz. Bitta endi olgandan keyin buni yaxshilab sorga qilamiz. Ikki tomonlama. 3 kun buni sorkalasa bo'ladi, restavratsiya qilsa bo'ladi. Endi o'qini qiyjaytiraman qo'ygan o'xshaydi. Endi ochsak to'kinistaniga qo'yib ko'rsak bilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa yarmini urib oldik. Pachinlikni to'kilib ketgan. Buni to'g'rilaymiz endi. Vallarni yog'ini yechib olamiz, kelchatkalarni. Korpusidan oldik. Bu valla endi sevimli yechib olamiz. Kelchatkasi yechilavermaydi uchunchi shkifini ham zo'rg'a chiqarib oldik. Bundan sonra sorga qilamiz. Shunga qo'yib. Mana xudo xolasa yig'ib qo'ydik. Pachinnilarni qilib. Uchlari yo'q bo'ldi. Betlari ham allaqasi tekis bo'ldi. Boya yopishib yotdi bir tarafini. Kiyimani sorkalab qo'ydik, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha qilib yuraveramiz. Shunaqa suv nasosda yorilib ketgani, boshqa qilgani, pachinlik ketgani, o'q restavratsiya hammasini qilib yuraveramiz. Gulishdir. Bu gulishdir. Kesib tashladim. Bu sinib ketgan ekan. Bu turbani qo'yishga tasavvur qilinglar. Mana shu hozir mana 1-2 qarich turba bo'lsa, bundan ustida yana 2 qarich, yana shuncha turba bo'lgan. Mana buncha bo'lgan bu, buncha. Shuni endi kesib tashladim. Bo'lmaydi, sinib ketgan. Chugun kollektor. Xudo xolasa sorkalab to'g'rilab berdik. Bundan keyincha shunaqa xizmatlarimiz bor. Endi buni motorda ayib tutyapti, qiynalyapti deyaptilar. Tekshirib ko'rdim, joy-joyida hammasi. Bosimlari yaxshi, farsumkalar sepyapti. Qaydan mana bu sinib ketgan bunaqasiga bo'lganmi? Startini yechib qo'yishibdi. Startini tekshirib ko'rish kerak deb mo'ljal qilib turibman hozir. Xudo xolasa o'zini to'g'rilab ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha qotiramiz. Hozir yurg'izib ko'ramiz. Mana xudo xolasa yurg'izib qo'ydik. Gulishlarni ham bog' qilib ishlatib qo'ydik, xudo xolasa.
Nasosini sal tortib olishadi. Remenni men hozir shundoq burab qo'ydim. Remenni kerakcha tortib olishadi o'zlari. Ada tortaymi? Xudo xolisa shunaqa xizmatlarimizni olib kelaversa, suv nasos, bu nasos. Mana karcher bormi? Oddiy motor, karcher kapatir. O yoqda ham suv nasoslar, bolachalarning o'yinchoq mashinasi, generatorlar hammasini remont qilamiz. Shunaqa gaplar kelar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Manzilimiz Toshkent viloyat Piskent tumanida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Tinch bo'lasizlar, yaxshi usta qidirgan akalarga jo'natib qo'yasizlar shuni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Mana xudo xolasa akalar yurg'izib to'g'irlab qo'ydik. Aylanibdi. Tezlik oshotdi. Mana xudo xolasa yurg'izib qo'ydik. O'n to'rtgacha chiqar ekan. Shunaqa gaplar kelagina. Xudo xolasa buni ham yurg'iza oldik. Shunaqa trenajyorniy narsalar bo'lsa olib kelaverasizlar qo'ldan kelgancha. Men buni hozir birinchi marotaba qilyaptim. Remont qilib qo'ya oldik xudo xolasa. Manzilimiz Toshkent viloyat Piskent tumani. Olib kelaverasizlar qo'ldan kelgancha to'g'irlab. Shunaqalar remonti bo'lsa remont qilish kerak, usta kerak degan akalarga jo'natib qo'yaveramiz videolarni. Like, podpisatsiyalarni yemanglar, akalarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Rahmat hammaga, omon bo'lasizlar.